Assalomu alaykum. Mana kechki dastur aytganimdek mana boshlayapman. Mana sekin gullar bilan kirib, hozir ichkarida konsertlarni olib beraman. Qo'llab-quvvatlab dalda bo'lib tursanglar bo'ldi mana. Namanganlik Ibrohim hoji akamdan boshladim mana. Gullar gullari, mana gusmanalari. Narxlarni tanishtirmay qo'yamiz yo manaqa desanglar, mana dastlabki mana shu Qurg'ovoyda mana shu Ibrohim hoji akaning mana gullarini sekin obzor qilib, mana haligi trenddagi dalilani risk uchiradigan gulimiz mana. Mevasini tashladim. Meva nihoyatda zo'r. Dard min dardga shifo deydi-yu, aslini singari Alloh qaysidir bir mevaga dardni shifosini ham berib qo'yadi-da. Dalilani risk uchirar ekan. Buni dokumenti bilan Google ga ursanglar ham chiqadi. Bular ham cheklangan, oz qoldi. Ibrohim aka bozoringizni esa bir qator aylantirib Xo'jonalarimga bir qator ko'rsatyapman gullarni mana. Gul festivalda yurganda yurishadi. Bu safar endi narxlarni yozmaymiz, faqat aylantirib mana kechki dasturda. Mana profili mana. Uch shoxlilari. Sekin mana Namanganda gul bayrami Qurg'ovoyga keldik. Sekin mana pastga qarab yurib kelyapmiz gullarni. Kechki dasturimizni obzor qilib boryapmiz. Otingga rahmat bolam deb qo'shinglar bo'ldi, yosh katta onalar. Hamma yo'q pulga taqalmaydi. Xudo xolasa duolar olsak, qo'llab-quvvatlab tursanglar bir-birimizni Xudo xolasa yangidan yangi obzorlarni qilaveramiz mana. Odamlarimiz har galgidek gavjum. Mana 1 oy bo'ldi boshlanganiga. Yana 9 kun qoldi. 29 oxirgi kuni. Hamma gul olgan, gul tomosha qilgan. Hammasi o'zi bilan o'zi. Bir qator yurib kelyapti. Mana yosh katta onaxonlarimiz mana tomoshaga chiqqan kechki sayriga. Hamma yop-yorug', chiroyli holatda Namanganda gul festivallari davom etyapti mana. Mana dehqon akalarimiz. Charchamayapsizlarmi akalar? Mana gusmana degan gullarimiz mana 3 tasi bitta bo'lib yasadi. Mana bu guli bakka aylanib ketadi. Allohning qudratiga tan bermasdan iloji yo'q. Gusmana deyiladi mana. Guli bakka bo'lib ketaverar ekan, bu to'xtamaydi. Bu 3 oy oxir 1 yil davomida gullab turib, guliga ham bolaga berar ekan, bolasi davom etaverar ekan. Oxirida chiroyli gullardan bittasi. Charchamaylar uka. Qo'lni ko'tar. Tuvalari ham xilma-xilligi bor mana. Namanganlik ukalarimizda. Anvarjon, mana bu pastavkamiz necha pul? 800 ming. Nechtalik? 10 talik. Rahmat. Kechki sayr nihoyatda chiroyli bo'lar ekan, gullar ham chiroyli ko'rinyapti. Mana Namanganda faxriy kaktuslardan bittasi 65 ga kirgan kaktus shu. Shu 65 ga kirgan rosa hoji aka. Mana buni bollari ham bor ekan, mana nihoyatda chiroyli holatda. 1100 xil kaktusingiz bor sizni? 1200 xil. Qo'llardan ko'rmasin, mana hoji tog'alarim 100 mahaldan beri baqib katta qilgan kaktus mana shu. Bebaho, bu sotilmaydi. Namanganda faxri hisoblanadi bu kaktusimiz. Mana bu bollari bor, bollari sotiladi, lekin bu ko'rgazma uchun olib chiqilgan. Buning bahosi yo'q. Nihoyatda katta kaktus mana shu. Hoji aka, bozoringiz bersin.
bozorda kira olishi, mana Namangan gul bog'ida kira olishi, mana asha yo'q bo'ladi. 6-do'kon bizni sherigimiz Anna Buranovani do'koni bo'ladi. Odam nihoyatda gavjum. Men bu tarafga yurmayman. Men vodiysiga konsertga kirib ketyapman. Ko'pchilikka va'da qilganim bo'yicha konsertga mana vodiy eshigidan kirib kelyapman. Ichkarida konsertlarni olib, sizlarni ko'ngillarda olamiz. Duo qilib turib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. To'g'ridan charchamayapsizmi uka? Oz qolibdi-yu gullar. Bozoringizni bersin. Mana har doimgidek chiroy bo'lgan bo'lsa, mana har doimgidek gullar go'zal holatda turibdi. Ichkariga qarab kirib kelyapmiz mana xudo xolasa. Qo'l mehnatlari bilan mana tayyorlangan o'zimizni mana haqiqiy hunarmandlarning mana tavolari bor ekan, mana suvenirlik. Bularning aka hammasini o'zingizlar yasaganmisizlar? Aktiva farg'onalar. Qo'l mehnati bular. Ha, damashq nima edi? Qo'linglar dard ko'rmasin. Qilma Xitoy mana qo'l mehnatlari bor ekan. Qanchada? Mana sopol tovoqlar. Kech salqinda bemalol kesinglar. Mana yosh katta ayollar, onaxonlar, akaxonlar kelasizmi? Qiylanmay aylanasizlar mana. Salqin, nihoyatda so'lim bog'larimiz ishlari. Men sekin davom etishni boshladim. Hatto daralarga ham suyta muzika qo'yib, svetlarni tushirib, mana nihoyatda zo'r holatda miyalar dam oladigan holatda, xudo xolasa. Gullarga ham suyta muzika o'rnatib tashlagan, guldan gul yasashib yuborgan. Rayhonlarni qaranglar mana. Alloh rozi bo'lsin hididan buni. Toshkent rayhonlar. Mana guldan yasagan chiroyli landshaplari. Xo'p, men mana holiroq taraf bilan yuraman. Bu yoqni nihoyatda tiqlar ekan. Davom etdik bu yog'ini yana. Konsertlarga kirdik mana. Sen kimni yarısan, dilerim sen künlüma sarısan. Ey karaküs sen kimni yarısan, dilerim sen künlüma sarısan. Sen ondasan, ben onda avare, gidirmecem dilimni parısan. Sen ondasan, ben onda avare, gidirmecem dilimni parısan. Başımni qarasın, derdimni davasın. Sendeki çalmaymana, başımni belasın. Başımni qarasın, derdimni davasın. Sendeki çalmaymana, başımni belasın. Kelmasan, güldüresen ataylap ataylap. Kelmasan başımni qarasın, derdimni davasın. Sendeki çalmaymana, başımni
yarası, derdimle devası. Sendeki çalmay mana başımın belası. Sendeki çalmay mana başım, kızlarım yaşı yalan. Endi mana bu tarafiga qarab yurib kelyapmiz. Nihoyatda chiroyli. Odamlar hamma yo'l to'lgan, gavjum. Xudo xolasa 29 bo'lsa, kelasi yakshanbaga davr. Shu holatda odam har doimgidek ko'p. O'zbekistonning barcha yerdan kelyapti bu odamlar. Tojikiston, Qirg'iziston. Hamma yerdan mana odamlar kelyapti. Gullarni ham olaylik rasmga. Nihoyatda chiroyli qilib ekkan. Olov gullarni saralaridan, qizillaridan qilib gul yasashgan. Sekin bu tarafidan endi chiqib ketamiz odamlarni olib. Bog'da tashqarisiga qarab mana yurib kelyapmiz. Syomkalarimiz yoqqan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib aytasizlar. Men tashqariga chiqib fontanni olamiz endi. Tashqari ko'rinishi bog'da. Chiqib boryapmiz. Nihoyatda shabada chiroyli suvni shabada shu yerga doğru kelyapti mana. Vau! Nihoyatda muzdek. Har bir santimetrga ekkan gullarni bog'da gul bilan qoplagan. Nihoyatda chiroyli. Kelolmagan hoji onalar uchun chiroyli obzor bo'ldi mana. Xudo xolasa shuna deb o'ylaymiz. Mana balzaminlarni ekib tashlagan nihoyatda zo'r qilib gul bilan qoplangan holatlari. Namanganning Humo qushi. Biz endi Motomoyga qarab, gul bayramiga qarab yuramiz. Tuvak gullar sotilgan tarafga, o'zimiz tarafga. Kechqurunda nihoyatda chiroyli ko'rinar ekan.
Oppoq paxtaga o'xshab ochilar ekan mana gullarida. Chiroyli holatda ekib qo'yibdi. Mana giranlardan yasagan. Mana girandan chiroyli qilib ekibdi. Qo'llar dard ko'rmasin. Endi bog'da tashqariga qarab chiqib kelyapmiz. Tuvagul sotadigan yerga, o'zimizning do'konimizga qarab ketyapmiz. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Montajimiz endi biz bloger emasmiz. Ja, unaqa bir o'qib blogerlikni qilib ja qo'ylatib olmaymiz. Shunchaki yosh katta kelolmaganlarni ko'nglini olish maqsadida syomkalarni, obzorlarni qilib berdim mana. Bog'da xohlagan yerdan kelib gulchilardan hammasidan Ravshanbek Andijonlik bola desanglar, meni sotadigan do'konimni hammasi ko'rsatib beradi. Gul do'konim mana bog'da Kurgovoyi. Kurgovoyda mana Chorsuv tarafga yurganda, meniki ana shu o'rtaliq qatorida. Meni do'konlarim ana shu yerda joylashgan. Bemalol kelib, gullar tomosha qilib, gul kerak bo'lsa aytaverasizlar, butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Bitteslardan uzoqdagi o'zbekistonliklarga poni chiqarib beramiz. Xudo xolasa, tabiiy mashhur ekan gulinglar, hozirgi bugungi holat. Mana do'konimga qarab kelyapman, mana gullarni olib. Hamma taniydi, Andijonlik Ravshanbek gulchi desanglar. Nomeri 99lik 140 8841. Bemalol murojaat qilasizlar. Telegramingga ulab qo'yinglar desangiz, Telegramdagi ulab qo'yamiz. Gruppalarimizni kuzatib turasizlar. Narx-navolarni poni tashab turamiz. Qanday O'zbekistonga yangi gul kirgan bo'lsa, ko'rib tomosha qilib bardirlar ochiladi. Mana men do'konimga yetib keldim, xudo xolasa. Shu yerda endi xayrlashamiz. Do'konim mana odam bilan to'lgan holatda. Bemalol murojaat qilaverasizlar.